Bu bahsli mavzu va katta mavzu. Bu shaxsiy fikr albatta. Ikkinchi xotin olgan erkak adolatli bo'lishi kerak. Ya'ni kunini ham, tunini ham bir xil taqsimlash kerak-da. Shunaqangi holatlar borki, yozishadi-da, direktdan yozishadi. Erim menga adolatli yurish qilmayapti, keyingi ayolga nisbatan taqqoslaganda. Birinchi ayolingizga qilayotgan muomalangiz bilan ikkinchi ayolingizga qilayotgan muomalangiz o'rtasida tafovut bo'lsa, kimgadir yumshoqroq, kimgadir qo'polroq bo'lsa, demak adolatsizlik qilibsiz-da. Agar buni sunnatga muvofiqman uylandim deydigan erkak adolat qilish kerak. Ikki xotinni ham birdek ko'rish kerak. Ikki xotiniga bir xil muomala qilish kerak. Ming afsuski, hozir ko'p kuzatiladi buni holatlar yo'q. Ko'pincha buni sunnat deb turib, o'zini nafsidan kelib chiqib, yoshroq bir qizga uylanib olishadi. Ular bu bilan nimani isbotlamoqchi? Ikkinchi xotin yoki ikkinchisi bo'lgan ayol nimani isbotlamoqchi? O'zidagi bo'shliqni to'ldirishni isbotlamoqchi. Vaholanki u bo'shliq to'lmaydi. Chunki tub-tubida teshik bor-da. U to'lmaydi-da. O'shaning uchun har qanday munosabat birinchisi bilan yoki ikkinchisi bilan kimdan bo'lishidan qat'iy nazar u adolatli bo'lishi kerak. Adolat qila olmadingizmi? Yaxshi uylanmaganingiz yaxshiroq. Bittasiga adolat qiling, bittasini to'g'ri yo'lda oila qiling. O'sha ko'proq manfaatliroq bo'ladi.